Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bundan 10 kun oldin xurmo danagini nishottirish uchun idishga solib qo'ygan edik. Kim shu videoni ko'rmagan bo'lsa, albatta ko'ringlar. Va 7-10 kundan keyin sizlarga natijasini ko'rsataman dedim. Mana bugun xudo xolisa sizlarga natijasini ko'rsataman. Va shu birinchi videoni izohida eng ko'p berilgan savollarga bugun qisqacha javob beraman. Eng ko'p berilgan savollardan biri, biz ham shu usulni qo'llaymiz, lekin bizaniki mog'orlab ketadi. Mog'orlamaslik uchun nima qilish kerak? Men sizlarga buni yaqqol misolda ko'rsatib beraman. Mana bizda mog'orlagani bor. Biz buni 9-da qo'yganmiz. Men sizlarga buni yechimini qanaqa to'g'irlash kerakligini ko'rsatib, tushuntirib beraman. Bu juda ham oson. Va yana bitta ko'p beriladigan savol, bu danalarni tuproqni o'ziga tiqib qo'ysa yoki suvga solib qo'ysa, o'zi chiqadi-ku, nimaga kerak shuncha bosh og'riq deyishgan. Men sizlarga buni ham tushuntirib beraman. Va yana ko'p beriladigan savollardan biri, bu unib chiqib, katta bo'lgandan keyin uy sharoitida qanchadan keyin mevaga kiradi yoki o'zi meva beradimi? Shu savolga ham javob beraman. Yana bitta ko'p narsani so'rashgan yoki e'tiroz qilishgan. Biz ham buni qilganmiz, biz ham o'stirganmiz, lekin unib chiqqandan keyin juda ham sekin o'sadi yoki 1 yilga bormay qurib ketadi. Shuni men sizlarga sababini ham qisqacha tushuntirib beraman. Do'stlar, kim bizning kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanaliga ham obuna bo'linglar. Birinchi bo'lib men sizlarga buni natijasini ko'rsataman. Oradan 10 kun emas, 11 kun o'tgan ekan. Shuni ham to'g'rilab ketdik. Hozir buni ochamiz va ustidagi paxtalarini olib tashlaymiz. Keyin men sizlarga ko'rsataman. Mana ahamiyat bersanglar, ikkitasi nishotgan, bittasi mana endi chiqyapti, bittasiniki ancha katta bo'lib qopti. O'zi ahamiyat bersanglar, hammasida nishotadigan nuqtalari paydo bo'lgan. Bu degani bir haftadan keyin hammasi tayyor bo'ladi. Xudo xolisa men sizlarga natijalarini ko'rsatib boraman. Buni ham natijasi yomon emas, lekin bundan ham yaxshi bo'lishi mumkin edi. Oldingi videoda men sizlarga aytdim, xurmoni terimi qanchalik yangi bo'lsa, xurmo qanchalik svejiy bo'lsa, shunchalik dana tezroq nishotadi va chiqish foizlari ham zo'r bo'ladi. Bu bizda oddiy pochkali xurmo, terimi ham eski, mana 2022-23-yil terim bo'lgan. Agar sizlar yangi terimni sotib oladigan bo'lsangiz, o'sha kilolab sotadigan xurmoni danagini ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarda natija bundan ham zo'r bo'ladi. Do'stlar, men sizlarga albatta buni bir haftadan keyin natijasini yana bir marta ko'rsataman. O'zi bir haftadan keyin menimcha buni tuproqga olsa kerak. O'tkazib yubormaslik uchun albatta obuna bo'linglar. Hozir buni yangi paxtalarni qo'yib, suv quyib, yopib, yana joyiga qo'yib qo'yamiz. Endi xurmo danagiga buni ichida mog'orlash haqida gaplashamiz va men sizlarga oson yechimini tushuntirib ko'rsatib beraman. O'zi mog'orlashi bu tabiiy narsa, hammada bo'ladi, chunki bu narsa yopiq holatda, issiq joyda ichi nam bo'lib turadi. Lekin mog'orlashi bu qo'rqinchli emas. Misol uchun buni ochganimizda ko'rdinglar, hech qanaqa mog'or yo'q edi. Biz buni to'g'irlab qo'yganmiz va sizlarga hozir shuni hammasini tushuntirib beraman. Buni biz 9-sanada qo'yganmiz, 4 kun bo'libdi va bu hozir bizda mog'orlagan. Hozir buni ochib, keyin davom ettiramiz. Mana ahamiyat bersanglar, mog'orlashni boshlagan. O'zi 2-3 kun o'tgandan keyin mog'or paydo bo'lishi boshlaydi. Bu qo'rqinchli emas. Lekin bir haftadan keyin albatta buni hammasini olib, yaxshilab yuvib tashlash kerak. Idishini yaxshilab yuvish kerak, danalarini yaxshilab yuvish kerak va paxtalarini almashtirish kerak. Hozir men sizlarga buni qisqacha tezlashtirib, ko'rsatib, tushuntirib beraman. Iloji bo'lsa nishotmaguncha yuvinglar. Bu taxminan qo'ygandan keyin 6, 7, 8 kun yuvsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Nish paydo bo'lgandan keyin yuvsa ham bo'ladi, faqat ozgincha ehtiyotroq bo'lib yuvasizlar. Buni misol uchun biz 2-sanada qo'ygan bo'lsak, 9-sanada yaxshilab yuvganmiz. O'zi bir marta yuvgandan keyin qayta mog'orlashi juda ham qiyin bo'ladi va juda ham sekin mog'orlaydi, agar mog'orlasa ham. Lekin menimcha boshqa mog'orlamasa ham kerak. Hozir men sizlarga endi buni ko'rsatib beraman.
Do'stlar, albatta bizning Ildiz Telegram kanalimizga obuna bo'linglar. Hozircha kanalda 121 ta xona gullarini parvarish haqida batafsil ma'lumotlar bor. Juda ham oddiy, sodda yozilgan. Misol uchun aglonema parvarishi, geran parvarishi yoki mana finikovaya palmani parvarishi. Men silkasini birinchi izohda qoldiraman. Albatta kirib, yoqsa obuna bo'linglar. Endi shu mavzuda kelgan eng ko'p savollarga qisqacha javob bermoqchiman. Eng ko'p berilgan savol xurmo danagini tuproqni o'ziga tiqib qo'ysa ham unib chiqadi-ku, nimaga shuncha bosh og'riq kerak deb so'rashgan. To'g'ri, danagini tuproqga tiqib qo'ysanglar unib chiqadi, lekin unib chiqishi uchun juda ham uzoq vaqt talab qiladi va unib chiqish foizi kam bo'ladi. Misol uchun 10 tani ekib qo'ysanglar 5 tasi chiqishi mumkin, 2 tasi chiqishi mumkin, 3 tasi chiqishi mumkin. Va tuproqni sizlar har doim nam ushlab turishingiz kerak. Misol uchun buni tuproqga ekib qo'ygandan keyin bu tuproqda nish otib, tuproq 2-3 kun qurib qoladigan bo'lsa, albatta nishi o'ladi va danakdan foyda bo'lmaydi. O'ylab ko'rsanglar, o'zi 2-3 oy tuproqni har doim nam ushlab turish bu juda ham qiyin. Kimdir vaqti bo'lmaydi, kimdir esdan chiqib qoladi, kimdir hafsalasi o'ladi. Bu usulda bo'lsa juda ham oson. Misol uchun buni bir marta shu yaxshilab purkab qo'ysanglar, nami 7 kun, 10 kun bemalol turadi. 15 kun ham bemalol turadi. Faqat shu aytganimdek bir haftada bir marta mog'orlaydigan bo'lsa, buni yuvib tashlasanglar, boshqa hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Bu usulda unib chiqishi tez bo'ladi. Unib chiqish foizi ham zo'r bo'ladi va buni keyin tuproqga ekib qo'ygandan keyin tuproqda ham juda ham tez unib chiqadi. Bu qaytanga juda ham oson. Misol uchun sizlar suvda ham nish ottirsanglar ham bo'ladi, lekin suvda nish otishi qiyin, chunki suv har doim muzdek turadi. Mana buni ham misol uchun ikkinchida solib qo'yganmiz, lekin bularda hali daragi yo'q. Buni ham albatta ko'rsatib boraman, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Bu suv muzdek har doim turgandan keyin bu unib chiqishi qiyinroq bo'ladi. Bu bo'lsa bizda har doim issiq joyda turadi. Men birinchi videoda sizlarga sharoitlarini aytdim. Shu sharoitlarni albatta qilinglar. Do'stlar, yana shu mavzuga oid 3 ta savolga javob beraman va videomizni yakunlaymiz. O'zi video ancha cho'zilib ketdi. Birinchi savol: finikova palma o'sib chiqqandan keyin uy sharoitida meva beradimi? Uy sharoitida meva bermaydi. Bu meva berish uchun o'zini iqlimida, o'zini sharoitida va tashqarida o'sish kerak. Keyin xurmo daraxti mevaga kirishi uchun 10-15 yoshda bo'lish kerak. Bularda o'zi juft daraxtlar bo'ladi, ayol daraxt, erkak daraxt bo'lib bir-birini changlatish kerak. Shunda meva beradi. Lekin uy sharoitida meva bermaydi. Uy sharoitida oddiy, chiroyli finikova palmaga o'xshab o'sadi. Misol uchun kanarskaya finikova palma bor, xuddi shunaqa o'sadi. Ikkinchi ko'p berilgan savol: menda ham finikova palma unib chiqqan, lekin juda ham sekin o'sadi. To'g'ri, finikova palma unib chiqqandan keyin 2-3 yil juda ham sekin o'sadi. Keyin 4-5-yildan boshlab jadal o'sishni boshlaydi. Boshida juda ham sekin barglar chiqazadi, ancha vaqt barg chiqarmay turadi. Lekin 4-5-yil poylari paydo bo'lib, ancha tez o'sishni boshlaydi. Bunga faqat vaqt kerak, hech qanaqa oziqa, hech qanaqa yorug'lik yordam bermaydi. Faqatgina vaqt kerak, sabr kerak. Va uchinchi eng ko'p berilgan savol: finikova palma urug'idan va danagidan chiqadi, lekin 1 yilga qolmay qurib ketadi. Nega odamlarni aldavaz deb ko'pchilik yozishgan ekan. To'g'ri, misol uchun aglonemani ham boshida to'g'ri parvarish qilib, keyin noto'g'ri parvarish qilsanglar yoki kasal bo'lib qolsa yoki tuprog'ida adashsanglar, sug'orishda adashsanglar, bu ham nobud bo'ladi. Finikova palma ham xuddi shunaqa. Demak, nimadir noto'g'ri qilgansizlar yoki ko'proq sug'orib yuborgansizlar yoki tuprog'ini noto'g'ri qilgansizlar yoki tuprog'ini almashtirganda nobud bo'lgan, haroratni misol uchun past qilgan bo'lishi mumkin, chunki bu sovuqqa chidamaydi. Aybni endi albatta o'zingizlardan qidirishingiz kerak, lekin finikova palma uy sharoitida juda ham uzoq yashaydi va juda ham katta bo'lib yashaydi. Buni misol uchun videolari ham bor, ko'rsanglar, bozorlarda ham sotiladi. Shu uchun bu gap yolg'on emas. Buni bemalol ekib, katta qilsanglar ham bo'ladi, faqat parvarishni ham keyin to'g'ri qilishingiz kerak.